Fortuna Minecraft. Oy, bor yo'g'i bugun 3 tagina quyon ovladim. Oy. O, qalaysan? Hozir. Oh, juda charchadim. Shoshmanglarchi. Hozir bu narsalarni bu yoqqa solaylikchi. Pochtaga nimadir kelmabdi. Kimdir bizga pochta tashlab ketibdi. Nima? Yer sotiladi, narxi 32 ta almas. Namuncha arzon. Bonus 2 soat kreativ. Nima? Bo'ldimi? Shumi faqat? No, shoshmanglar. Tushunmadim. No, hammaga hey o'rtoqlar. Sizlar yaxshimi? Sizlar bilan har doimgidek Fortuna Minecraft. Hozir qanaqadir menga pochtachilar menga qanaqadir xat tashlab ketishibdi. Xatda yozilishicha, yer sotilayotgan ekan, 32 ta almas. Qo'shimchasiga esa 2 soat kreativ. No, lekin nega buncha arzon sotishyapti? Yer qayerda? Uni ham bilishimiz kerak. Короче, biz mana shu olmoslarimizni olamiz va bu yoqqa bittasini tashib ketamiz. Kamonimizni olishimiz kerak har ehtimolga qarshi va o'zimiz bilan ovqat ham olishimiz kerak. Kim biladi, valla kamon kerak bo'lib qoladimi? Sekin bu yoqdan tushib, endi qidirishimiz kerak. Go'lim tog'a, qalaysiz? Qaranglar. Qanaqa joy bu? Menimcha, mana shu yer sotilayotgan yer bo'lsa kerak. Bilmadim. Hozir jitillardan so'rab ko'ramiz. Yo'q, qalaysiz, jitil tog'a? Короче, mana bu yerni bo'pti, boshqasidan so'rab kelamiz borib. Xo'sh. Mana bu yerda kimdir bormi? Salom, jitil. Qalaysan? Yaxshi, rahmat. Mana bu yerni kim sotyapti bilmaysanmi? Bu yerni men sotuvga qo'ygan edim. Ammo unda senga mana bu 32 ta almas hammasini tashlab beraman senga va unda menga olmaysanmi? O'sha yoqqa tashlab qo'y. Mayli. Oppa. Endi menga kreativni ber. Bo'ldi, boraver, hammasi hal bo'ladi. Bo'pti, mayli. Ketdi unda. Boraveraylikchi, yerni ko'raylik. Hammasi hal bo'lib qoladi. Xo'sh, 1-2 minut, 3 minutlar kutaylikchi. Bo'lar. Mana bizga berildi. Menimcha kreativ, bizga kreativ berildi. Yaxshi, faqat 2 soatgina vaqtimiz bor. Biz bu narsalarni mayli yo'qotib olaylik, keyin olamiz. Xo'sh, biz bu yoqqa nima qurishimizni rejalashtirishimiz kerak, lekin xayolimga hech qanaqa fikr kelmayapti. Birinchi ishni mana shundan boshlasak. Xo'sh, tezroq bo'lishimiz kerak. Tezroq. Tezroq mana ularni olib chiqishimiz kerak. Xo'sh. 2 soat kreativ ham yaxshi. 32 ta almas. Wow. Prosta zo'r. Hech kim yo'q yon atrofda. Hech kim yo'q. Ketdik. Bo'lmasam. Всё, bo'ldi. Короче, biz bu yerga nima quramiz? Restoran quramiz. Давайте ketdik, restoran quramiz bu yoqqa. Bizga mana bu daraxt kerak bo'ladi. Va bizga mana bundaqa nima desam bo'ladi? Короче, taxta kerak bo'ladi. Va biz o'zimizning kafemizni qurishga o'tamiz. Mana bu yerda yo'laklar ham qilamiz hozir. Xo'sh. Hoppa. Yaxshi. Mana bu yoq bo'ldi. Mana bunday. Tezroq bo'lishimiz kerak. 2 soat kam.
Lekin shuni berayotganiga ham rahmat. Bo'lmasam o'zimizning kistamizdan, ya'ni cho'ntagimizdan pul ishlatib narsalarni olishimiz kerak edi. Bilmadim qayerdan keldi bu fikr mening xayolimga. Lekin men kafe qurishni yaxshi ko'raman. Shuning uchun men kafe qurish fikriga o'tdim. Xo'sh. Hoppa. Tezroq bo'lishimiz kerak. Mana shunday. Hop. Bu rang menimcha bilmadim, chiroyli chiqsa kerak deb o'ylayman. Yana ham bilmadim. O'zingizlar baho berasizlar degan umiddaman. Kech tushishdan oldin bo'lishimiz kerak. Bizning 15 daqiqa vaqtimiz ketdi. Tezroq bo'lishimiz kerak biz. Hop. Tak, mana bu yerlarni ham tezroq bo'lishimiz kerak. Hop. Yaxshi. Xo'sh, bu yoqlari. Hoppa. Mana shunday. Agar bizning vaqtimiz ko'proq bo'lsa, yetib qolsa, ikkinchi etajni ham quramiz. Shuning uchun tezroq bo'lish kerak. Hop. Tak. Bunday. Bo'ldi, всё. Tak, endi xo'sh, tomni keyinroq quramiz. Tom halicha kerak emas. Biz mana bu yerni yopaman degan edim. Xo'sh, biz endi pol qilishimiz kerak. Tezroq bo'lishimiz kerak. O'zi quyosh botishiga ham kam qoldi. Shuning uchun bo'pti, mayli bu emas. Hozircha polni qilib olishimiz kerak. Hop. Shunday. Hozir esa polni qanaqa qilamiz? Shuni o'ylayapman, lekin kallamga bir fikr keldi. Tak. Biz bunday qilamiz polni. Mana bunday. Xo'sh, mana bunday. Va mana bunday. Xo'sh, mana shunday tarzda biz pol qilamiz. Hop, mana shunday. Bo'pti, mayli ham ketaversin. Tak. Mana bunday. Shunday. Mana shunday. Vau. Prosta chiroyli chiqyapti. Bu yoqqa ham qo'yishimiz kerak. Xo'sh. Hop. Xo'sh. Quyosh botmayapti hali. Bu degani bizda vaqt bor. Shuning uchun tezroq qilib olishimiz kerak. Lekin bitta savol meni qiynayapti. Nega bular yerni buncha arzonga sotishyapti? O'zidan so'raymiz agar ko'rib qolsak. Uni ustiga bizga kreativ ham beryapti. Qiziq. O'ylantiradigan savol. Noto'g'ri qildik menimcha. Noto'g'ri qilamiz. Bunday. Mana bunday. Shunday. Va bu yoqqa qo'yamiz. Kech tushyapti. Quyosh boyagina botmayotgandi-yu. Tak, biz qo'limizga fakil olamiz va ishimizni davom etamiz. Shoshmanglar. Hozir men bitta narsa qila olaman, chunki men kreativ rejimidaman. Tong ottira olaman. Shuni kallamga kelmaganini qaranglar.
Normalniy kallamga qoyil. Lekin biz tezroq bo'lishimiz kerak, tezroq. Xo'sh, mana bunday. Bunday. Bu yoqqa. Voy, bu yoqqa. Xo'sh. Shu yerga. Hop, hop, hop. Menimcha hamma joy bo'ldi. Endi esa mana bu katakchalarni to'ldirib chiqishimiz qoldi. Tezroq to'ldirib chiqsak, bizning restoranimizning yarmi tayyor. Bizga hali tom kerak, ichiga stol-stullar kerak. Agar vaqtimiz qolsa, mayli biz restoranni, kafemizni bir etaj qilamiz. Agar vaqtimiz qolsa, biz uyimizni ham kattartiramiz. Xo'sh, oy, hop, mana shunday. Mana shunday. Voy, mana. Hop. O'zim endi bu yerni olgan pullarimni boshqa narsaga yig'ayotgan edim. Vau! Prosta chotki chiqdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. 17 ta men uyim. Ko'rib turibsizlar. Tak, endi hamma narsani o'chiramizda. Tak, endi bizga esa tom kerak bo'ladi. Tomni qaysi rangdan qilamiz? Albatta, men yaxshi ko'rgan rangdan. Xo'sh. Endi esa tezroq tomni qurishimiz kerak. Tak. Mana bunday. Tezroq bu yoqqa ham yorug' tushsa ekan. Tak. Mana shunday. Chipa bu kafe emas. Bu katta bir mehmonxonaga o'xshab qolyapti. Biram chotki chiqyapti. Men o'ylashim bo'yicha. Sizlar qanday o'yladinglar bilmadim. Lekin tezroq gap sotmasdan tomni qurib chiqishimiz kerak. Tomni qurib chiqishimiz kerak. Xo'sh. Hop. Mana shunday. Bu yog'ini ham va bu yog'ini ham mana shunday qilib. Ana. Vau. Prosta chotki chiqyapti tomimiz. Biz xo'sh, mana buni olamiz va bu yoqqa yashashmaydi. Voy. Vaqt kamligida buni qaranglar nima qilganini. Mana shunday. Tak. Voy. Juda tez ketib qolibmiz. Voy. Mana bularni olishimiz kerak va mana shunday. Все, menimcha bu yoq bo'ldi. Endi esa mana bu yerni qilib chiqishimiz qoldi. Все, boshqa narsa kerak emas. Xo'sh. Quyosh hali bu tomonda. Shuning uchun ulgurib qolishimiz kerak biz. Tezroq bo'lishimiz kerak. Xo'p. Bu yoqni ham. Bunga keyin eshik ochishimiz kerak, kattaroq qilib, чтобы eshikdan hamma kira olishi uchun. Tak. Bizning tomimiz tayyor. Va biz endi bu yerni buzib tashlaymiz. Tezroq. Vaqtimiz juda oz. 1 soat vaqtimiz qolibdi. Все, bu tomonlari yaxshi. Voy. Tezroq bo'lishimiz kerak. Vaqtimiz juda oz. Hali eshik ochishimiz kerak. Hop, mana bunday. Voy. Vaqt kamligida qo'yib ketishini buni. Hop. Tak. Bu yoqlariga. Hop. Tak. Oxirgi liniyamiz qoldi. Tezroq bu liniyani ham bo'lsak, bizning kafemiz
yo'l. No, lekin ichini qilmadik hali. Mana bu yerdan yo'l ochishimiz kerak. Всё. Xo'sh. Endi esa voy, hop, mana bu yoqqa oqidan, mana bu yoqqa voy, qorasidan. Yaxshi, yaxshi. Xo'sh, endi ko'rinib turadigan qilib, mana bunday qilib, mana. Vau, просто zo'r bo'ldi. Necha? Xo'sh, bizga endi bizga chiroq kerak. Chiroqlarimizni mana shu yerga, mana bu yerga, mana bu yoqqa olamiz, mana bu yerga mana bunday qilamiz. Mana bu yoqqa romantichniy qilib olib chiqamiz. Mana bu yoqqa ham olishimiz kerak. Tezroq. Vau, restoranimiz prям chotki chiqdi. No, lekin biz hali ichkariga mebellarni qo'yganimiz yo'q. Shuning uchun Vau. No. Bizga birinchi o'rinda stul kerak. Shuning uchun mana ularni olamiz. Ayo, shoshmanglar. Bizga bunaqa emas, mana bunaqa narsa kerak ekan. Yana mehmonlarimizni o'tirish uchun bizga qanaqa stullarimiz bor? Bizda divanlarimiz bor va bunaqa stullarimiz bor ekan. Va albatta biz mana shularni olamiz. Unda bu yoqqa bir kishilik qilamiz. Sal orasini ochishimiz kerak. Вот. Всё. Hop. Bu yoqqa 4 kishilik bo'ldi. Bu yoqqa ham, mana bu yoqqa ham, mana bu yoqqa ham, bu yoqqa ham. Mana bu yerga ham, bu yoqqa ham, mana bu yerga ham, mana bu yerga ham. Vau! Shoshmanglar. Mana bunday qilsak-chi? Voy, buzib yuboribman. Yokida mana bunday qilamiz. Всё, да. Lekin xunuk chiqdi, shuning uchun bularni buzib turamiz. Voy, buzilib ketganini. Xo'sh, mana bu yoqqa bunday qilamiz-da. Voy, yoqqa chiqaylik-da. Hoppa. Mana bu yoqqa ham qilamiz. Vau, chotki chiqdi. Va mana bu yerga o'zimizni katta anavlarimiz uchun, katta oilamiz uchun mana bunday qilib stollarni joylashtirib chiqamiz. Hop. Mana bu nima kerak? Hop. Vau. Просто chotki bo'ldi, chotki. Xo'sh, o'zimizning restoranda uncha ko'p odam yo'q. Boshqa joylardan kelib qolishsa, bizning restoranimizni aytishadi albatta. Va biz uchun mana bu yerdan kassa ochishimiz kerak. Kassani mana shunday qilamiz. Bu yoqlarini shoshmanglar. Xo'sh, bizga oyna kerak. Xo'sh. Вот. Mana bu kerak bo'ladi. Hop. Mana buni ochib qo'yamiz. Buni ochib qo'ysak, xo'sh. Yomon chiqmayapti. Yaxshi. Hop. Va mana bu yoqqa qo'ysak, mana bu yerlarini shoshmanglar. Mana bu yerlarini, bunday qilishimiz kerak ekan. Bu tomondan bunda. Всё, valla. Bizning endi restoranimiz bor. Bu yoqdan chiqib ketishimiz kerak. Xo'sh. Вот. Va mana bu yerdan chiqish eshigimiz bo'ladi. Eshik. Eshik esa mana bu yerdan olishimiz mumkin. Hop. Да, всё. Voy. Buni ham noto'g'ri qo'yibman. Vau, просто zo'r chiqdi lekin.
bizning yana yarim 30 daqiqa vaqtimiz qoldi. Bu 30 daqiqa vaqtni esa hozir ko'rasizlar nima qilishimizni. Hozir bitta tong ottiramiz. Voy. Tak, bitta tong ottiramizda. Xo'sh, vot. No. Endi ko'rasizlar nima qilishimizni. Nima qilishimizni ko'rasizlar. Biz mana bu yerdan bunday qilamiz. Shoshmanglar. Hop, optiraylik-da buni. Bizga mana bu oq narsa kerak bo'ladi. Xo'sh. No, mana shunday qilamiz. Bizga kerakli joy hozir oldindan like bosib, kommentariyaga nimaligini yozib, obuna bo'lish tugmachasini bosib qo'yish esingizlardan chiqmasin bolalar. Hammanglarga rahmat oldindan. No, hozir ko'rasizlar men nima qilayotganimni. Tak. Mana bu kerak bo'ladi endi bizga. Xo'sh. 27 daqiqa vaqtimiz qoldi bizning. Va xo'sh. Bunday qilamiz. Bu yerdan olgan bo'lamiz kerakchi. Mana shu yerdan eshikcha ochamiz hali. Hop. Yaxshi. Tezroq bo'lishimiz kerak bolalar lekin. Prям cho'tka restoran bo'ldi bizning oshxonamizda. Xo'sh. Voy, mana bunday. Bu yoqdan ham olib kelsak. Xo'sh. Bu yoqdan quramiz. Oxirgi qator menimcha. Oxirgi qatori mana bunday. Mana shunday. 25 daqiqa qoldi bizda. Vaqtimiz kam. Lekin ulguramiz bolalar. Biz fortunamiz. Chunki xo'sh. Qo'llab-quvvatlab turinglar. Ulguramiz inshaalloh. Va mana bu yerdan hop. Mana bu yerdan eshik ochishimiz kerak. Mana bu yerda kassa bo'ladi va mana bu yerdan kirib chiqib ovqatlarni olib kelishadi. Tak. Hop. Oxirgisi. Yaxshi, tezroq. Tak, mana bu yerini va xo'sh. Ulgurishimiz kerak. Qorasini olamiz bu yoqqa. Всё. No, lekin bu yoqqa ham mebellarni qo'yish esimizdan chiqdi. Va bu yoqqa ham mebellarimizni qo'yib chiqamiz. Tak, mana bunday qilamiz. Mana bu yoqqa qo'yishimiz kerak. Vau, prям chotki chiqdi. Yana endi biz bu yerga o'zimizni narsalarimizni qo'yishimiz kerak. Endi biz nimalarni qo'yamiz bu yerga? Bizga mana bu narsalar kerak bo'ladi. Mana shu rangi yoqdi menga. Shularni qo'yishimiz kerak. Biz oshxonamizga va mana bu kerak bo'ladi. Gaz plita. Всё, hammasi zo'r. Voy. Bu yerda gaz plitasi bo'ladi. Menimcha mana shu gaz plita bo'lsa kerak. Yo'q, bu gaz plita emas ekan. Pastga tushiramiz. Bu emas. No, mana shuni olib ko'ramiz. Menimcha mana shu mana shular gaz plitasi va bizga mana bu yerga mana bularni olishimizga to'g'ri kelar ekan.
Mana bu yerda bizning shkaflarimiz, bizning narsa turadigan shkaflarimiz. Ayo, mana shunday qilib qo'yaveramiz. Yana bizga qanday narsa kerak bo'ladi? Xo'sh, va bu yoqda ham. Vau! Bizning oshxonamiz zo'r chiqayapti. Lekin mana bu yerlarga ham pechlarni qo'yib tashlashimiz kerak. Bu yoqda bitta qo'l yuvadigan joy va mana bu narsa kerak bo'ladi. Всё, menimcha. Xo'sh, endi biz o'zimizning ovqatlarimiz, mana bularni o'chirish esdan chiqibdi. Xo'sh, olma olamiz, tarvuz, steak, non, tovuq go'shti, mana bu steak olamiz yana, baliq va sho'rva. Albatta, sho'rva. Всё. Tak, bu yoqqa olmalarni qo'ysak. Aha, bu yoqqa 18 minut vaqtimiz qoldi. Biz ulguramiz inshaalloh. Shunday. Mana shunday. Yaxshi, tezroq. Mana shunday. Hammasini qo'yib chiqishimiz kerak. Mana bunday. Hop. Qilamiz. Voy, nima bo'lmadi? Tak, o'sha bizning qishloqdagilar uncha baliq yeyishmaydi. Shuning uchun baliq va sho'rvani alohida qilib qo'yamiz. Vau, bizning oshxonamiz ham juda chiroyli chiqdi. Bizda 15 daqiqa vaqtimiz qolibdi. Bizda hech narsa kerak emas endi. Xo'sh, bizning restoranimiz tayyor. Bo'ldi, endi bitta narsa esimga tushib ketdi. Esimdan chiqib ketibdi-yu. Bizning zina. Vot. Topdim. Ketdik endi. Bu yoqdan endi yo'l qilsak, bizning restoranimizga keladigan yo'lni. Xo'sh, mana bunday. Bu yoqqa qo'yamiz-da. Tak, xo'sh, bizga taxta, xuddi mana shunday rangli taxta. Tak, mana bu va yana mana shu taxta kerak bo'ladi bizga. Vot, qolgan qishloqdagilar bu yerdan kelib bemalol bizdan narsa xarid qilishsa bo'ladi. Bizning vaqtimiz tugab qoldi va men o'zimni pullarimni qaytarib olaman. Voy, nima qilyapman? Всё, mana o'zimni eski pullarimni qaytarib. Nima qilyapsan menimda? Yo'qol. Mana o'zimni pullarim, boshqa hech narsa olganim yo'q. Bu videoda uyimizni katta qilish nasib qilmadi. Bu kreativ rejimida o'zimizning halol pullarimizga olib uyimizni kattaytiramiz. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun hammangizga rahmat. Kattakon, sog' bo'ling, omon bo'ling. Ro'zalar bilan qiynalmanglar. Xayr hammaga.